Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar. Sizlar bilan anchadan beri YouTube'da gaplashmaymiz. Sizlar bilan Islombek Sultanov 2026 21-yanvar. Inshaalloh bugunda har kuni bittadan video joylab boraman. Bu video barcha pista va bodom yetishtiruvchilar uchun sizlarga yaxshi ma'lumotlarni berishimdan avval diqqat qilasizlar. Bittadan like bosib qo'yasizlar, poddeshka qilib. Anchadan biz YouTube kanalimiz to'xtab qoldi, shuning uchun YouTube kanalimizni davom ettiramiz. Xo'p, kuzda amafos solganlar, diqqat qilinglar. Diqqat bilan yaxshilab ma'lumotni eshitinglar. Nima qilishimiz kerak? Xo'p, sizlarning bog'inglar 6, 7, 8, 9, 10 yoshli, meniki 8 yoshli bog'. Demak, mevaga hosil kirgan bog'larda qanaqa agro tadbir qilishimiz kerak? Bundan tashqari men o'zimning shaxsiy kanalim bor. U pulli kanal, yopiq kanal. Undan tashqari ommaviy chat kanalimiz bor. Chatga ham videolarni joylab boraman bugunda. Hop, endi nima qilamiz? Hop, plug qilgan bo'lsangiz, amafos solgan bo'lsangiz, bu zo'r. Bizda plug qilingan, amafos solinmagan. Hop, shuni hisobiga men sizlarga etap nima qilib borishni, aynan shu bugundan boshlab gullaguncha bo'lgan davrda hammasini joylab boraman. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Hop, birinchi qiladigan ishimiz bog'. Agar oldindan siz bog'da erkak daraxtlarni aniqlab olgan bo'lsangiz, bu juda yaxshi. Agar aniqlamagan bo'lsangiz, qanaqa qilib aniqlashni hozir tushuntirib beraman. Xo'p. Gul kurtagiga e'tibor berasiz. Gul kurtagi yumaloq xuddi shunaqa bo'ladi, mana. Xuddi shunaqa yumaloq, tappak bo'ladi va shu bo'rtib turgan bo'ladi, katta bo'ladi. Erkak daraxti. Erkak daraxtni aniqlab, unga oldindan kraskasini sepib qo'yasizlar. O'sha daraxt erkakligini biz bilishimiz shart. Bu birinchisi. Hop, sizlarga hozir birinchi ma'lumotni zo'rini berdim. Buni aniqlab olasizlar. Shart. Agar oldindan bilmasanglar, 21-martdagi erkak daraxtlar gul kurta ochishni boshlaydi. Uni aniqlab olishingiz shart. Nimaga? Chunki ba'zi bir vitaminlar, ba'zi bir narsalar erkak daraxtga sepilmaydi. Ayniqsa neft chiqindisi, mineral moylar erkak daraxtga sepilmaydi. Shuni hisobga olishingiz shart. Hop, yonimda erkak daraxti, hop, bulisi urg'och daraxti. Hop, endi birinchisini aytdim. Hop, erkagini tushundinglar. Hop, masalaga hozir rasmini ham qo'yib qo'yaman. Hop, bu birinchisi. Hop, endi urg'ochga o'tamiz. Bu urg'och daraxt. Tagi motoblokda 2 marta yurilgan. Xudo xolasa bu hammasini tagini top-toza qilib tozalashga tushganmiz. Hop, urg'och daraxtlarning kurtagi qanaqa bo'ladi desangiz, urg'ochi va erkak daraxtning kurtagi mana bu urg'ochining kurtagi bo'ladi. Uchli bo'ladi, mana. Mana shunaqa uchli bo'ladi. Shundan ajratib olib, bunga ham alohida kraska sepishingiz kerak. Hop, uni ajratib olganingizdan keyin hozir men sizlarga Xudo xolasa inshaalloh bosh tartiblar aytaman. Kuzda pluglash 1, amafos o'g'iti 2, uchinchisi erkak va urg'och daraxtlarni kraska bilan ajratib olishinglar. To'rtinchisi bahor yaqinlashyapti, inshaalloh fevral oyida beradigan ozuqalarimiz. Birinchi o'rinda super fosfat. Tarkibida kalsiy, magnesiy bor. Uni qanaqa beramiz? Qanaqa shaklda beramiz? Kapilnidagilar qanday beradi? Xo'p, bu narsa yerda uzoq muddat turadi, 6 oycha turadi. Shuning uchun yo'qolib ketmaydi. Kapilni yarashinidagilar ham aynan hozir sepib qo'ysa bo'ladigan o'g'it, lekin buni erib ta'sir doirasi ammoniylashgan shakli bo'lgani uchun ta'sir doirasi 6 oygacha boradi. Daraxt yuzasida, mana daraxt yuzasi, yer yuzasi va daraxtni shoxidan boshlab shu yergacha bo'lgan joyga, mana daraxt shunda shox shu yerga kelib to'xtadi va shuni doira shaklida yoki mana shu zonaga daraxtdan 1 metr qochirib radius yumaloq holatida mana shu joyga tushish kerak. Ya'ni 2 metr atrofiga, mana shu atroflarga daraxt hamma atrofiga sepib chiqish kerak. Bu sepilganda ham mana shu atroflarga tushish kerak. Daraxtga yaqin joyda ozuqani olmaydi. Faqat shu yerda oladi. Endi bundan tashqari beriladigan ozuqasi organikasi bo'ladigan bo'lsa, go'ng berish kerak bo'ladi. Go'ngga biz qanaqa tartib beramiz? Go'ngga daraxtdan hozir yana bir kattaroq daraxt oldiga boramiz. Daraxtdan 1 metr uzoqlikda
uzunasiga mana shu daraxt bo'ladigan bo'lsa, daraxtdan taxminan 1 metr uzoqlikda va mana shu joyga uzun shaklda chuqurligi 30-40 sm atrofiga ko'mishimiz kerak. Va u go'ng o'zi emas, unga super fosfat beramiz va go'ng bilan birgalikda. Go'ng albatta 70-80% kompostlashgan holatga kelgan bo'lsa, 50% ham bo'ladi. Kompost holatga kelgan bo'lsa, zo'r bo'ladi. Ana shuni berish shart. Xo'p, endi keyingi qilinadigan agrotexnikasi, xo'p, daraxtlarimizga bordo sepishimiz kerak. Agar kuzda iso sepishga ulgurmagan bo'lsangiz, bordoni sepish kerak. Bordodan oldin shakl berib o'rishlari ham bor. 25-yanvardan keyin daraxtlarni ikki xil usulda kesish bo'ladi va mevali kesish bor, daraxtga shakl berish bor. Shakl berish 4-5 yoshgacha bo'lsa, keyingilari mevali kesish bo'ladi bizda. Mevali kesish qanaqa bo'ladi? Mevali kesish, xo'p, mana shu mevali shoxchalari bo'ladigan bo'lsa, mana shu shoxchalardan bu hammasini boqolmasligi mumkin. Tasavvur qiling, shuncha shoxi bor. Bu yerda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ta shoxi bor ekan. 50 sm joyda 15 ta. Demak, hammasini boqolmaydi deysiz. Shuni kesib chiqiladi. Hop, keyin shakl berish ishlari bor. Ya'ni mana bu 1 yoshli o'tgan yilgi novdachalarni olib tashlash kerak. Ya'ni so'rg'ich, ozuqa so'rg'ich novdalar. Undan tashqari bu kesish ishlari. Hop, endi shakl berish, orasi kelayotgan shoxlarni обязательно ochiladi. Bunga bu muhim ahamiyat qaratishimiz shart. Chunki shamol bo'lgan vaqtda ishqalanib, ana shu joyda yelim chiqarib, daraxtga oqizib tashlaydi. O'zini yarasini yopaman deb yelim oqizib yuboradi. Endi bordodan keyin ta'siri ancha vaqtgacha seziladi. Agar siz qish oyida daraxtlar yaxshi, bitta narsa esdan chiqdi, keyingi mavzu bo'ladi. Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Yana nimalar haqida har kuni soat 8 da inshaalloh, Alloh nasib qilsa, Allohning inoyati bilan har kuni soat 8 da bitta video qo'yib boraman YouTube'ga. Nima mavzularni, qaysi mavzu ko'p yozilsa, o'sha mavzu haqida yoritib boramiz. Hech narsa yopiqligicha qolmaydi, hamma narsa ochiqligicha qoladi. Shuni hisobga olasizlar va mana bu erkak daraxtga qaranglar. Allohning bergan ne'mat, qarang gulini. Xo'p, keyingi mavzuyimiz aynan sovutish tizimi haqida bo'ladi. Ya'ni daraxtlar yaxshi uxlamaydi, pistalar. Bu pistalarni uxlashi qanaqa bo'ladi? Mineral moy sepib uxlatiladi uzoqroq muddat, ya'ni sovuq ta'siri kam bo'lgan joylarda. Qishimiz agar sovuq bo'lmasa, bizga sovuq qish kerak bo'ladi. Ya'ni bular taxminan 1000-1200 soat yaxshi uyquga ega bo'lish kerak. Yaxshi uxlamagan inson ertangi kundagi ishi samarasiz bo'ladi. Bularning kelasi yilgi samarasiz ishi yaxshi uxlamasligidan bo'ladi. Agar bular yaxshi uxlaydigan bo'lsa, demak, bularda yaxshi uxlash uchun mineral moy berishimiz kerak. Yaxshi uxlamasa, sifatli meva bera olmaydi. Xo'p, endi navlar haqida ham so'rashingiz mumkin. Ko'p narsalar haqida bo'lishi mumkin. Video uzoq cho'zilib ketmasligi uchun men sizlarga keyingi videolarni hammasini eslab qolinglar. Bu umumiy holatda ko'chat zorimiz. Mana xudo xolasa bu ko'chat zorni ham bitta yangilashimiz kerak. Hop, Alloh nasib qilsa. Bu yerlar hammasi plugdan chiqadi. Hop, bu joylar mana umumiy bog' ko'rinishi. Menga kelayotgan ko'plab savollarga javoblarni shu yerdan olishingiz mumkin. Bog'ga kelib, bog'ni ko'rib, bog'dagi xato kamchiliklarni o'rganib, o'zimizda ham xato kamchiliklar to'layapti, hurmatli bog'bonlar. Mana shularni ham o'rganib, sizlar bilan birgalikda amalga oshirishimiz mumkin inshaalloh. Hammaga rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha like bosib esdan chiqmasin.